Coloca la barrera, Delgado Ferreiro, le va a pegar Cristiano Ronaldo. Allá va el portugués con pierna derecha, el golpeo de Cristiano. ¡Qué golazo! ¡Gol! Cristiano Ronaldo 14-qism. Cristiano Ronaldo para el Real Madrid. Por favor, qué maravilla de ejecución. 18 yoshimda agentim Jorge Mendes tufayli men futbol tarixidagi eng kuchli murabbiylardan biri Alex Ferguson boshchilik qiladigan dunyoning eng yaxshi klublaridan birining a'zosiga aylandim. Men xuddi tush ko'rayotganda edim. Baxtli tush. Ajoyib. Men Manchester Uniteddaman. Yaqinda men Sportingning asosiy tarkibidan chetlatilishimdan xavotirda edim va endi Ferguson menga yarim o'yinda ishtirok etishni va'da qilyapti. Men ulkan quvonchni boshdan kechirdim. Samolyot hali Angliyaga qo'nishga ulgurmasidan men bu mamlakatga oshiq bo'ldim. Chunki unda mening klubim joylashgan edi. Maktabda ingliz tilini unchalik qunt bilan o'rganmaganimdan afsuslanardim. Rostini aytsam, ingliz tilini umuman o'rganmaganman. Hamma vaqtimni futbolga bag'ishlaganman. Bu bo'shliqni zudlik bilan to'ldirishim kerak edi, ammo shon sharaf senga bo'lsin. Man United qizillarning yurishi davom etaveradi. Men haqiqiy ingliz kabi qo'shiq kuylashim mumkin edi. Men sizga yaxshi sarmoya kiritishlarini aytgandim, dedi Master Aurelio Manchester United bilan shartnoma tuzilganda. Klub sizga nasional to'laganidan 700 barobar ko'proq yordam berdi. 6 yil ichida faqat birjada va futbolda sarmoyani 700 marta ko'paytirish mumkin. Aurelio men uchun 2 barobar xursand bo'ldi. U akademiya tarbiyalanuvchilarining muvaffaqiyatidan mamnun. Bundan tashqari o'zining bashoratlari amalga oshganidan ham xursand edi. Sporting jamoasining ayrimlari qiziqishdi. Nega men Realni yoki masalan Parmani tanlamadim? Ko'p portugallar sovuq va nam bo'lgan ingliz iqlimini yoqtirishmaydi. Men ham uni yoqtirmayman. Bu yerni quyosh yil davomida porlab turadigan Madeira bilan taqqoslash mumkin emas. Ammo gap Manchester United haqida ketar ekan, iqlimning nima ahamiyati bor? Manchester Unitedga qarshi o'yindan oldin juda asabiylashdim. Bu yangi Jose Alvalade stadionining ochilishi edi. Bu o'yin mening asosiy sinovim bo'lishini tushundim. Men qo'limdan kelganicha harakat qilishim kerak edi. O'yindan bir kun oldin Sporting bilan Manchester United imzolagan dastlabki kelishuvga ko'ra, bu hali pishmagan bitim edi. Agar men yomon o'ynaguday bo'lsam, Angliyani ko'rish nasib etmaydi. O'zimga bo'lgan ishonchim komil edi. Ammo bu o'yin nimalar qila olishimni ko'rsatish uchun imkoniyat bo'ladimi? Mening qanchalik xavotirda ekanimni ko'rib Fernando menga shunday dedi. Tinchlan va hech narsa haqida o'ylama, odatdagidek o'yna. Taqdir hal bo'ladigan pallada odatdagidek o'ynash juda qiyin edi. Ko'p o'tmay taqdirim bu o'yindan ancha oldin hal qilinganini tushundim. Manchester United bilan kechadigan o'yin yangi jamoam bilan tanishish uchun imkoniyat bo'ldi. Ferguson o'zining yigitlari meni sovuq kutib olishidan qo'rqardi. Shuning uchun ham ular meni maydonda ko'rib, o'yinimga qoyil qolishni boshlaguncha o'z qarorini sir tutgandi. Sir Alex ajablantirishni yaxshi ko'radi. U va Manchesterning ba'zi o'yinchilari men ularning jamoasiga qo'shilishimni aytishdi va shundan keyingina transferimni e'lon qilishdi. O'sha kuni tribunadagi hayajon aql bovar qilmas darajada edi. Bu yangi stadionning ochilishiga bag'ishlangan o'rtoqlik uchrashuvi emas, balki jahon chempionati finali deb o'ylash mumkin. Ochilish marosimidagi hayajon Dul Ponteshning Portugaliyaga muhabbat qo'shig'ini kuylashdan boshlandi. Yangi stadionda o'ynash va bu qadrdon klubim bilan xayrlashishimni tushunish juda g'alati edi. Men qanotda o'ynadim. O'sha kuni odatdagidek o'ynay olmadim, chunki doim Ferguson meni kuzatayotganini sezib turdim. Maydon bo'ylab yugurdim va uni menga qarayotganini payqaganday bo'ldim. Qo'limdan kelganicha harakat qildim, lekin bugun mendan omad yuz o'girib ketgandi. Qanday o'ynashimni ko'rsatdim, lekin Manchester darvozasiga gol ura olmadim.
Birinchi bo'limda menda hisob ochish uchun ajoyib imkoniyat bo'ldi. O'ylab ko'ring, shunday o'yinda hisobni ochish. Lekin zarba o'zim xohlaganimdan biroz farq qildi va Bartes to'pni osonlik bilan ilib oldi. Men hisob ochilgan to'p uzatmasini amalga oshirdim. Bu mening o'yindagi yagona natijam edi. Men hisobni 2 golga oshirishim mumkin edi, lekin muvaffaqiyatsizlikka uchradim. Boshim bilan to'pni yon tomonga urib yubordim. Manchester o'yinchilari qiyin o'yin ko'rsatishdi. Bu esa Sportingdagi kabi emas, butunlay boshqacha o'yin uslubini qabul qilgan jamoaga kirishimni aniq ko'rsatdi. Tanaffus paytida Jorje kiyinish xonamga keldi. Siz bugun ajoyib o'ynayapsiz. Fergyuson mamnun dedi. Ikkinchi bo'lim oldidan biz futbolkalarni oq-yashildan oltinga o'zgartirdik va yangi formada 2 baravar ko'p gol uramiz deb hazillashdik. Jamoamiz g'alaba qozonishiga juda jiddiy yondashdi. Chunki yangi uy stadionining ochilishida albatta g'alaba qozonish kerak. Bu yuqoridan kelgan ne'matga o'xshaydi. Agar siz yangi maydoningizni mag'lubiyat bilan ochsangiz, keyinchalik ham jamoaga omad kulib boqmaydi. Ikkinchi bo'limda biz faqat bitta gol urdik va bitta gol o'tkazib yubordik. 69-daqiqada men darvoza tomon yaxshi zarba berdim. Avvaliga hammasi juda yaxshi boshlandi. Men golning isini sezdim. Darvozabon o'zini chapga tashlaganini va to'p o'ng burchakka uchib ketganini ko'rdim. To'pga zarba berdim, lekin Bartes to'pni qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Keyinchalik Manchester Unitedda jamoadoshlarim men to'pni Bartesning qo'liga shundoqqina uzatib qo'yganimni aytib hazil qilishdi. Bartesga u yerga tur, bu yerga tur deb baqirishlari yoqmaydi. Bu odatidan tashqari, Bartes har bir goldan keyin u o'zi aybdor deb bilgan o'yinchiga rosa tanbeh beradi. To'pni o'tkazib yuborishda uning o'zidan boshqa hamma aybdor bo'lishi mumkin. Men bu pozitsiyani tushuna olmayman. Xuddi to'pni o'zi yo'qotib qo'yib, boshqa o'yinchini aybdor deb biladigan o'yinchilarni tushuna olmaganim kabi. O'yin davomida hisob haqida o'ylamang, bu sizni chalg'itadi. Menga Tim Howard ko'proq yoqadi. Tim o'rtoqlarining kayfiyatini buzmaydigan va hech kimga muammo tug'dirmaydigan ajoyib yigit. Va darvozabon sifatida ham Timning tengi yo'q. O'yindan keyin Jorje va men Fergyuson bilan uchrashdik. Sir Alex mening o'yinimdan mamnun ekanini aytdi va meni Unitedga olib ketishini tasdiqladi. Men Angliyaga oddiy reys bilan emas, balki maxsus ijaraga olingan samolyotda uchdim. Hayotim tubdan o'zgarayotganini his qilardim. Boshqa bir daraja, boshqa bir o'yin, boshqa bir daromad va albatta umuman boshqacha imkoniyatlar oldida turgandim. O'shanda onamga endi boshqa ishlamasligini aytdim. Onam butun umri davomida ko'p ishlagan, chunki butun oilamizni u ushlab turgan va endi to'liq dam olish huquqiga loyiq edi. Onam men uchun juda ko'p ish qildi. Endi esa men u uchun biror narsa qilishim lozim. Men Angliyaga uchib ketdim va yana bir parvozni Funshaldan Lissabonga qanday uchganimni esladim. Endi oradan 6 oy o'tgan va mening hayotim butunlay o'zgarib ketgandi. Ajoyib. Haqiqatan ham men qayg'udan o'zimni tiya olmay samolyotda yig'lab o'tirgan o'sha bolakaymanmi? Bunga ishonish qiyin, lekin aslida o'sha men edim. Qiziq, ular meni yangi jamoada qanday kutib olishadi deb o'yladim va Sporting akademiyasidagi birinchi kunlar yana xotiramda jonlandi. Qayg'uli fikrlardan o'zimni chalg'itish uchun Jorje bilan suhbatlasha boshladim. O'sha paytlarda Jorje faqat bitta narsa haqida gapira olardi. Ya'ni u men uchun tuzgan shartnoma haqida. Bu juda zo'r mavzu edi. Jorjening aytishicha, ketishidan oldin Sporting moliyaviy direktori Simoes de Almeida unga qo'ng'iroq qilib, klub rahbariyati faoliyatimni Unitedday klubda davom ettirishimdan xursand ekanini aytgan. Ular Ispan klubiga bormaganingdan juda xursand bo'lishdi, dedi Jorje. Manchester uzoq, Ispaniya esa yaqin. Manchester United men uchun klub emas. United men umidli o'yinchidan haqiqiy professionalga aylangan joy. Aynan Manchester Unitedda men birinchi oltin to'pni oldim va birinchi marta dunyoning eng yaxshi futbolchisi deb topildim. Oq yashil sher qizil iblisga aylandi.
Barselona, Real, Liverpool, Chelsea, Milan, Parma, Manchester United, Juventus, Inter, Valencia, Arsenal, Bologna, Atletico. Bular ham Turin yarmarkasidan keyin Ronaldoga qiziqish bildirgan mashhur futbol klublarining to'liq ro'yxati emas. Real Madrid 2002-2003 mavsumda Ispaniya chempioni, Juventus Italiya chempioni, Manchester United Angliya chempioni. Milan esa o'sha mavsumda UEFA Chempionlar Ligasining g'olibiga aylangan. Har bir klub boshqasidan ko'ra obro'liroq edi. Yosh o'yinchi uchun raqobat jiddiy tus oldi. Lekin o'z jamoasiga bunday umidli o'yinchini sotib olish istagi klublar o'rtasida turlicha ko'rinishga ega edi. Misol uchun, Liverpool rahbariyati Ronaldoning maoshi kutilganidan juda yuqori deb hisobladi va o'sha paytdagi bosh murabbiy Gerard Houllier Ronaldoning o'yinidan xursand bo'lganiga qaramay, o'z niyatidan voz kechdi. Men yosh Cristiano Ronaldoga Alex Ferguson boshchiligidagi Manchester United skautlari e'tibor berishidan oldin diqqat qaratdim, dedi Gerard Houllier Britaniyaning Daily Mail gazetasiga bergan intervyusida. Ammo keyin Liverpool rahbariyati uning transferiga rozi bo'lmadi. Klubda futbolchilar uchun maoshning belgilangan miqdori bor va biz Cristiano Ronaldoga boshidanoq u da'vo qilgan summani to'lay olmadik. Mening o'zim qoidalardan chetlashish boshqa futbolchilar bilan muammolarga olib kelishi mumkinligidan qo'rqardim. Endi hammamiz Ronaldo qanday futbolchi bo'lib ulg'ayganini yaxshi bilamiz. Men u bilan ishlash imkoniyatiga ega bo'lmaganimdan afsuslanaman. Arsenal bosh murabbiyi Arsene Wenger Ronaldoni o'z kumiri Thierry Henry o'ynaydigan klub bilan tanishish uchun Londonga taklif qildi. Umuman olganda Ronaldo va Wenger muzokaralar uchun 3 marta uchrashgan. Bu Arsenalga o'tish masalasi jiddiy ko'rib chiqilganidan dalolat beradi. Arsene Wenger: biz raqobatbardosh dunyoda yashayapmiz. Men raqobatni yaxshi ko'raman va ishonamanki, raqobatbardosh odamlar munosib taqdirlanishi kerak, degan. Murabbiy sifatida u nihoyatda samarali bo'lgan avlodlar almashinuvi siyosatini yuritgani bilan mashhur. Wenger bo'lajak yulduzni aniqlab, uni mukammallikka qanday olib chiqish yo'lini biladi. Wenger bir necha bor Ronaldo yaxshi futbolchilar oladigan pulga loyiqligini aytgan. Muzokaralar davomida Arsene Wenger Cristiano Ronaldo va uning agenti Jorge Mendes bilan til topishdi. Ammo Ashburton Grove stadionining qurilishi tufayli yuzaga kelgan moliyaviy muammolar klubning Ronaldoni sotib olishiga to'sqinlik qildi. Kanonierlar 60 ming kishilik Ashburton Grove stadionining eski Highbury stadioni bilan almashtirish kerak edi. Garchi bu stadionning qurilishi qiymati ancha past bo'lsa-da, klubga 400 million funt sterlingga tushdi. Valencia prezidenti James Ruiz va klub bosh murabbiyi Rafa Benitez Sportingga Ronaldo uchun 3 million yevro taklif qilishdi. Shartnoma amalga oshmadi, chunki Sporting rahbariyati ancha katta mablag'ga umid qilgandi. Valencia 18 yoshli futbolchi uchun katta miqdorda pul to'lashga tayyor emas edi. Bir necha yil o'tgach, Valencia klubining navbatdagi prezidenti va aksioneri Juan Salier Manchester Uniteddan Cristiano Ronaldoni sotib olmoqchi bo'ladi. Lekin tez orada u o'z fikrini utopik deb ataydi. Chunki hamma narsa o'z vaqtida bo'lishi lozim edi. Mashhur futbol yulduzi Carles Puyolni kashf etgan va Louis van Gaalni Barselonaga murabbiy bo'lishiga ishontirgan Barselonaning sobiq yoshlar murabbiyi Juan Martínez Villaseca Ronaldoning imkoniyatlarini yuqori baholagan. U hatto Jorge Mendes bilan bir necha bor oldindan maslahatlashgan. 2003-yil yomon davrlarini boshdan kechirayotgan Barselona uchun o'zgarishlar yili bo'ldi. Klubga yangi prezident, yosh va shijoatli advokat Juan Laporta rahbarlik qila boshladi va gollandiyalik Frank Rijkaard jamoaning bosh murabbiyi etib tayinlandi. Jamoa ro'yxati sezilarli darajada yangilandi. Ronaldinho, Samuel Eto'o, Ludovic Juli, Deco, Henrik Larsson, Van Bronckhorst kabi shon-shuhratning cho'qqisiga yetgan futbolchilar Barsaga kelib qo'shilishgan edi. Keyinchalik Barselona Cristiano Ronaldoni sotib olmoqchi ekanligi haqida bir necha bor mish-mishlar tarqaldi.
ammo ular mish-mishligicha qoldi xolos. Muxlislar tomonidan Luisito sifatida eslab qolingan Inter klubi sobiq bosh murabbiyi va skaut Luis Suarez Miramontes Ronaldoni o'z jamoasiga qabul qilishni istaydi. Suarez yoshlar bilan ishlashning hadisini olgan edi. Bir vaqtlar u Ispaniya yoshlar terma jamoasida murabbiy bo'lgan va u har doim futbolchining kelajagini to'g'ri bashorat qila olish qobiliyati bilan mashhur bo'lgan. Aynan Suarez Janubiy Amerikadan Roberto Carlos va Javier Zanettini topgan edi. Ishbilarmonlik nuqtai nazaridan Suarezni boshqa bir murabbiyga solishtirish mumkin emas. Aynan u braziliyalik Ronaldoni Barselonadan Interga jalb qilgan. Suarezning Ronaldoni Interga olishi haqidagi fikriga hech kim e'tiroz bildirmadi. Interning o'sha paytdagi prezidenti Massimo Moratti Ronaldoni sotib olishga rozi edi, lekin tomonlar narx bo'yicha kelisha olmadi. Boshlangan muzokaralar oxiriga yetmay qoldi. Badavlat Massimo Moratti neft klaniga mansub bo'lib, sevimli futbol klubi uchun hech narsani ayamasdi. Sporting rahbariyati Ronaldo uchun qancha pul so'ragani haqida bir narsa deyish qiyin nima bo'lganda ham Massimo Moratti bu narxni nomaqbul deb hisoblaydi. Eslatib o'tamiz, 1997-yilda Inter Barselonaga braziliyalik Ronaldo uchun 25 million funt sterling to'lab, transfer rekordini o'rnatgan edi. 2006-yilda esa klub 25 yoshli Zlatan Ibragimovich uchun deyarli 25 million yevro to'lagan. Inter Ronaldoni sotib olish niyatidan voz kechmadi, balki tanaffusga chiqdi. Ehtimol Moratti va Suarez Sporting rahbariyatining bunday ishtiyoqi bilan Ronaldoning shartnomasi oxirigacha klubda qoladi deb o'ylashgandir. Klub bilan muzokara qilgandan ko'ra o'yinchining o'zi va agenti bilan muzokara qilish har doimgidan osonroq bo'ladi deb hisoblashgan.